Sevara Sadullayeva. Buxoro farzandiman. Men 25 karra O'zbekiston chempioni va Osiyo va jahon chempioni, qo'ljanga terma jamoasi a'zosiman. Men Buxoro viloyati Shofirkon tumanida 2006-yil 24-iyulda tug'ilganman. Oilada kenja farzandman. Onajonimni, otajonim tarbiyasini olib kelmoqdaman. Onajonim ishlamaganlar, hozir uy bekasi. Dadajonim Rajabov Xayrullo Zarafshonda temir yo'llar xodimi bo'lib ishlaganlar. Adajonim orzularini o'sha sportchi bo'lishni xohlaganlar. Opalarim, akalarim bilan ularni yuzlarini yorug' qilish uchun harakat qilyapmiz. 2009-yilda vafot etganlar. Biz shundan so'ng bobojonim va bibijonim qo'lida tarbiya topganmiz. Bibijonim juda talabchan, sportni juda yaxshi ko'radi, ayniqsa futbolni. O'zim musobaqalarimni ham umuman efirda bersa sport kanalidan qoldirmay ko'radilar. Ikkinchi o'rin olishimni umuman xohlamaydilar, yoqtirmaydilar. Omad tilab turadilar musobaqaga chiqsam, doim duo qilib turishadi. 2 yoshar qo'l o'taman. O'zimni uyimga olib ketdim, o'sha kecha olib ketdim bu yerdan. O'g'limni o'qitdik kontraktga, o'g'nasi grant yutdi. Lekin bachalari azob bergan yo'q. Buni o'gitini o'lilada, bo'sini o'gitini o'li bilan. O'zlari darsini o'zlari qiladi, biron kishi bilan o'qiyam degan yo'q. O'zlari faqat o'zlari havas qilib, o'zlari o'qishga ketdi. Bu endi sportga ketdi, lekin ular o'qishni mahkam ushladi ikkovi. Bittasi temir yo'lni bitirdi, ishlayapti. Bittasi jahon tillarini, ingliz tili bilimini bitirdi, yaqinga tiyqillik bir hafta bo'ldi. O'zlari yo'lini o'zlari topdi bular. Bu musobaqaga borishdan oldin birinchi otasini avliyosiga boradi. Otasini avliyosiga boradi, keladi, buvisiga aytadi, "Bu menga duo qiling" deydi. Buvisi duo qilib, buni uzatamiz. Keyin ana shu musobaqaga chiqish oldidan telefonni buvimga bering deydi. Bu deydi, "Men do'y fotiya qiling" deydi, qiyra bo'lsa ham. Lekin biron marta hayvonlar turtingan yo'q bachaginam. Tasiyani birinchi o'rinni olib kelyapti. Do'yim shunday bilsin bu bachaning deydi. Bibi falon soatga televizorga beradi, men faqat sportni ko'raman, to'shib kiygancha. Qachon bo'lmasa shuni ko'raman. Boshqasini ham shuni ham ko'raman. Shuni biyim bizani televizorga chiqaradi. Qachon deyman, falon soatga shu o'tiraman lekin. O'zim ko'raman. Sportni o'zim yaxshi ko'raman. Yoshgina bacha edik, qishloqqa televizor yo'q edi. Bitta to'tor hamsiyamiz bo'ldi, shunga televizor bo'ldi. Shu futbol desalar shunga boraydik. Onam Xudo rahmatlar aytadilarki, "Bacham shu bitta to'pini ketiga shuncha kishi, boshqa to'pi yo'q ekan bularga" deydilar-da. Holi esimdan chiqmaydi shu. Shu menga ketdimi deyman-da. Endi bu futbolga qancha qiziqmaydi-yu. Bizning ayolimiz endi u o'ta sportga ishqiboz. Xususan u futbolni tindirmasdan qo'yadi. Chet mamlakatlarni, Arsenalmi, boshqa komandalarni hammasini umuman qoldirmay ko'radi. Men uxlab qolaman soat 3larga va bu 4ga bo'lsa ham ko'raveradi. O'yinchilarni hammasini, Ronaldo, Messi hammasini biladi. Sevara qizim bu yoshligidan shu maktabga o'qib yurgan vaqtda shu murabbiysi uni o'zi qiziqtirdi. Oldin kurashga qatnashdi. Keyin bu kurashdan keyin shu qo'l jangiga qatnashib, kundan kun o'zi shu sohaga qiziqib ketdi-da u. Qiziqib keyin shuni tashlab qo'ymadi. Onasi unga qarshi chiqdi, lekin qarshi chiqsa ham men o'zim aytdim, mayli qiz bola chaqaroq bo'lish kerak, zamon shuni talab qilyapti. Maktabda baholari yaxshi edi. Ham maktabga o'qiydi, darsdan keyin mashg'ulotlarga boraydi. Ikkalasi ham bir joyga, maktabni o'ziga o'tkazdi mashg'ulotlarni. Unga hech kim ta'ziq o'tkazgan yo'q, qarshilik qilgan yo'q. O'ziga xohish bor edi, shu xohishni biz o'zimiz qo'llab-quvvatladik. Mana shu qo'l jangi bo'yicha. Shu sohani o'zim ma'qul ko'rdi. Qaytarib bo'lmadi buni. Bu onasi ko'p qarshilik qilaydi. Qo'ysan qiz bola bu qo'l jangi senga to'g'ri kelmaydi desa, boraydi. Murabbiysi lekin ko'p yaxshi yordam qildi buni. Xuddi o'zini qiziday ko'rib tarbiyaladi bizni. Agar mabodo bundan o'tib boshqasiga boraman desa ham, ixtiyor o'ziga uni endi. U sportchini o'zi bu muammoni biz hal qila olmaymiz, o'zi hal qiladi unda. Lekin meni fikrimcha endi buni oxirigacha olib borish kerak-da. Hozirning o'ziga 2-kursga jismoniy tarbiya institutida o'qiyapti ham o'zi. Men niyatim shuki,
bu kelajakka mana shu O'zbekistonimizni bayrog'ini ko'tarib, O'zbekistonni hurmatini joyiga qo'yib, chet mamlakatlarga borib O'zbekistonni obro'yini ko'tarib, undan ham ko'proq nimalarga muvaffaqiyatlarga erishishini xohlayman. Kelajakka endi mana hozir uni murabbiysi tarbiyalayapti. Bu ham kelajakda bir murabbiy bo'lib, o'ziga o'xshagan yosh shogirdlarni chiqarsa, shundan xursand bo'laydi. Amakilari ham shunday xursand hammasi. Shu kecha kichkina o'g'lim kelib yerlarni ko'rib, onajon bizga ham nasib qilsin, bizani bachalaga ham Sevarachan o'zi qilgan ishini ko'ring borib deydi. Xursand bo'ladi, amakilari ham xursand bo'ladi hammasi. Barakat olsun bacham, nima bo'lsa ham. Endi nima bo'lsa ham sizlarni umri uzoq bo'lsin bacham. Ishiga Xudo rivoj bersin. Ota-onalarga ming rahmat zo'yitginani. Xuddi o'zlarini farzandlariday tarbiyaladi. Xuddi otaday qo'nchab yurdi-da. Doim qiyra bo'lsa, mashg'ulotga borsalar ham olib boradilar. Boshqa joyga bo'lsa ham ana shu odamga rahmat. Million ming marta sochim sari chiqishiga umr bersin ilohim. Bola-chaqasini bo'lishiga doim sog' bo'lsin. Shu malim bilan boradi, musobaqaga borayotgan vaqt bacham. Sho'rlikni qo'ldan berma deyman. Bir ikkinchi yo'lni olib kelsin, nima qilaman buni? Bundan yuqori pog'onalarga chiqsinki, lekin pastga tushmasin bacham. Orzum shu. Men o'zimiz qishloqdagi 17-umumiy o'rta ta'lim maktabida tahsil olganman, 11-sinfgacha. Shundan so'ng Buxoro davlat universitetida 2-kurs talabasiman hozirda. Sportga kirib kelishim 12 yoshimdan boshlaganman. O'zim sportchi bo'lishni xohlaganman. Zalga o'zim borganman-da. Birinchi spesim shu qo'l jangi bo'lgan. Hozirda o'zim uchun dzyudo, erkin kurash sport turlariga qatnashib turaman. Birinchi murabbiyim Zohid Qoirov, birinchi qo'limni chiqarib bergan birinchi ustozim. Juda mehribon, juda talabchan. Har doim yonimda turadilar. Senga ishonaman dedilar, doim. Sen hammasini eblaysan dedilar. Nima ishlay, nima qilay desam, o'zing vaziyatga qarab ishlayver dedilar-da. Bo'lsa, raqibim chiqishdan oldin o'shanga birga ishlaymiz, o'shani ustida videoni ko'rib, tushgan boylarini bu ishlagan payti buni ishla dedilar. Birga ko'rib ustida ishlaymiz. Murabbiyim nafaqat sportda, hayotiy ham tarbiya beradilar. Ularni juda ham hurmat qilaman. Baxtimga doim sog'-salomat bo'lsinlar. Ustoz, doim men siz bilanman. Birga hammasiga erishamiz. Sevara 2017-yil birinchi marta zalimga kelgandi. U juda kichkina edi va juda ozg'ina, kichkinacha edi. Kelgan vaqtda juda epchilligi bilan, tirishqoqligi bilan, talabchanligi bilan ajralib turardi. Har bitta mashqni mendan so'rardi, qilib bilamanmi, o'xshayaptimi, yo'qmi deb savol berardi. Meni maqtab qo'ying, men yaxshi qilaman deb ko'p nima qilardi menga. Yillar o'tdi, vaqt o'tdi, Allohga shukr,
ko'p mehnat qildik, birgalashib ko'p natijalarga erishdik. Ko'p karra O'zbekiston chempioni, jahon, Osiyo chempionlari bo'ldi. Bu hammasi sabr bilan, mehnat bilan erishilgan natija deb o'ylayman. O'zida ham juda kuchli talant bor, tug'ma talant, xarakteri bor, yutishni yaxshi ko'radi. Shuni xohlaydi faqat. Shu paytgacha biror marta Allohga shukr mag'lubiyat bo'lmagan. Mag'lubiyatsiz bundan keyingi ham musobaqalarda yana zafarlar quchib, doim chempion bo'lishni xohlaymiz. Hozir birgalashib yana kuchli mehnat qilamiz. Keyingi musobaqalarga tayyorgarlik ko'rish uchun. Sevara birinchi marta respublika chempionatiga 2019-yil chiqqan. Juda kichkina edi. Birinchi musobaqasida ham raqibni yaqqol ustunlik bilan 10 ochko, ya'ni muddatdan oldin g'alaba qozongan, 1 minutda o'sha g'alabaga erishgan. 2024-yil bizga juda omadli yil keldi. Chunki u musobaqada respublikada 16-17 yoshda ham, 18-23 yoshda ham, kattalar o'rtasida ham chempionatda ham ko'pigida ishtirok etdi. Barchasida g'alaba qozondi. Keyin sentyabr oyida Qirg'iziston Beshkek shahrida kattalar o'rtasida Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. Unda ham faxrli birinchi o'rinni oldi. Oktyabr oyida Buxoroda yoshlar o'rtasida jahon chempionati bo'ldi. Unda ham birinchi o'rinni olib chempion bo'ldi va yurtimiz bayrog'ini yuqoriga ko'tarib hammani xursand qildi. Noyabr oyida esa Qozog'istonning Astana shahrida qo'ljangi bo'yicha kattalar o'rtasida jahon kubogi bo'lib o'tdi. Ushbu musobaqada ham zafar quchib chempion bo'ldi va birinchi marta o'z toifasida kamar sohibiga aylandi. Men bundan juda xursandman va faxrlanaman. Yoshlikda shunaqa vaziyat bo'lib qolganda o'zini qalin dugonasi, ya'ni o'zimiz zalimizdan bitta qiz bolamiz bilan ikkalasi bitta sinfda o'qishdi, dugona edi. Doim g'alaba Sevarada bo'lardi. Ikkalasi finalda to'qnash kelib qoldi-da. O'shanda amma shu taklifni berdi, arzuyim sen yutibsan, mayli bir safar o'rtog'ingga ber degan taklif berildi. O'shanda men bu narsani o'ylaganman, bekor o'ylaganman, chunki talantli, mehnat qilgan odam baribir g'alaba qozonishni xohlardim. O'sha vaqtga shunday voqea bo'lib qolgandi. O'sha Sevara shu xarakter bilan baribir urushishni xohlab, yutishni xohlab jangga chiqqandi. Biror marta bu tanlovgacha tushmaganda. Misol uchun tuman, viloyat musobaqalarida ham raqiblarini o'zi buni ko'rsatib chiqmasdi-da musobaqaga. Bu bilan urushmasdi. Tanlash nimasi yo'q edi bunda. Mani o'g'lim 2017-yilda murabbiy bo'lib, sport maktabi o'zimiz Sho'budon tuman sport maktabida ish faoliyati boshlagan. Jahon chempionlari, Osiyo chempionlari, respublika chempionlari yetishtirib chiqargan. Sevara qizimizday bo'lib qolgan. Har qaysi musobaqalarga borganda ularni duo qilib, nima qilib o'tiramiz doim. Musobaqalarga boraman. Sparinglar bo'ladi, ularga borib qatnashamiz, onasi bilan kuzatamiz o'quvchilarni. Har kuni bo'lgan trenirovkani nimasiga tashab, ulupasiga tashaydi, ko'ramiz. Qanday shug'ullanayotganlarini bolalarni. Musobaqalarga tayyorlanishga juda o'ziga talabchan. Yaxshi tayyorlanadi. Ishonamiz bundan keyin ham jahon chempionlari bo'lishiga. Biz bir oilabizlar jamoamiz bilan, zaldagilar bilan ular menga yordam beradi, men ularga yordam beraman. Ko'pincha ularning yordami menga ko'p tegadi, yigitlar ayniqsa. Chunki yigitlar bilan ko'proq para ishlasam, musobaqada qizlar menga osonroq bo'ladi. Rahmat ularga ham. Sevara bilan birga shug'ullanamiz yoshlikdan, Atolko'da. Ko'p karra chempion bo'lganmiz. Sevara tirishqoq, yaxshi, o'ziga ishongan, intilgan narsasini olishga harakat qiladi. Biz ko'pchilik sportchilar bilan Buxoro faxri hisoblanamiz. Biz 5 yildan beri birga shug'ullanamiz. Sevara opam juda chaqqon va shiddatli qiz. Har doim har bir musobaqada birinchi o'rinlarni olib keladilar. Biz har doim bir jamoa bo'lib musobaqada qatnashamiz.
trenerimiz bizga ko'p sir-asrorlarni shu qo'l jangidan bo'lgan mashg'ulotlarni o'rgatadilar. Musobaqada chiqqanimizda Sevara opam har doim bizlarga dalda beradilar. Sen birinchi o'rin olasan, bu natijalarga erisha olasan deydilar. Shu musobaqada o'rin olganimizdan keyin bizga ko'p xursand bo'ladilar. Ko'p maslahatlar beradilar jangdan chiqish oldimiz. Sevara opamga o'xshab chempion bo'laman. Biz zalimizda xuddi shunga o'xshagan yosh sportchilar ko'p. Biz bir oilamiz, ustozimiz bilan bu yoshlarga tarbiya beramiz, saboq beramiz, qo'l jangi sir-asrorlarini o'rgatamiz. Bu esa eng kichkina qo'l jangichimiz bo'ladi. Bu bizni kelajagimiz hisoblaymiz. Hayotimda tanlovli vaziyatlar bo'lgan. Onam sportni tashlaysan, bilim olasan deganlar. Onamni ham orzularimni amalga oshirganman. O'zimni ham Buxoro davlat universitetida 2-bosqich talabasiman. Sportni ham tashlab qo'yganim yo'q. Chempionman. Birinchi o'ringa bolalarimni shu oyoqqa turkazgan, nima qilgan, bobosi sababchi, biz sababchilar maktablarga olib borardilar. Bormayman degan kunlari bo'lsa, men sportim bor, men bormayman, sportga boraman, lekin maktab bormayman degan kunlarga maktabdan ham qolma qizim degan kunlari o'zlari aytib qo'ygan kunlari bo'lgan. Tirishuvchan, chaqqon, opasiga, o'g'limga qaraganda boshqacha hamma narsaga qiziquvchan qiz edi. Qiz bolasan, katta bo'lib qolding, endi bormasang bo'ladi endi deb yig'ishtir qizim deb aytgan kunlarim ham bo'lgan. Bu gapimdan ham afsuslanganman. Keyin hammamiz rozi bo'lib, shu mani ishim shu musobaqa, men qolmasligim kerak, men shu yutuqlarga erishishim kerak. Boshladim-mi, men oxirigacha shuni men erishishim kerakman. Shu nimalarim, niyatlarim katta meni degandan keyin shu hammasiga erishibdi, Allohga shukr. Nimalarga erishib, shu sheracha keldi. Aytdim, shuncha yutuqlarga, shuncha marralarga erishgandan keyin pushaymonam yeganman. Shu qizimga qattiq gapirib yuboribman yoshligida. Shu nimalarga erishganiga ustozi sababchi birinchi o'ringalar. Hamma narsasiga qaytarmang buni, bu ilaykombacham bu deb men o'zimga gapirganlar. Keyin men tushunganman. Har bitta ketganiga, televideniyaga chiqqaniga, musobaqalariga hammasini kuzatib, bitta ko'rib o'tiraman. Musobaqaga tushayotganiga ham yig'lab, o'ksinib o'tiraman. Ketib kelganchaga ham yuragim shuna yomon bo'lib o'tiraman. Nima bo'lar ekan, nima qolar ekan deb, "Nanajon, men tabriklang, birinchi o'rinni oldim" deb o'zimga telefon qiladi. Keyin bobo besiga telefon qilishadi. Sport meni kuchli, g'ayratli, shijoatli qiz qilib tarbiyaladi. Sportni tanlaganimdan afsuslanmayman. Sport menga juda ko'p narsa berdi. Hayotni ko'rsatdi. O'zim har xil joylarga davlat ko'rdim. O'zimga yoqadi. Yutgandan keyin chempionlik hissini tafsirlab bera olmayman-da. Birinchi musobaqam juda baribir boshqacha bo'ladi. Juda birinchi o'rin olishni xohlaganman. Juda kichkina bo'lganman. 25 kilogramda urishganman. Buxoroda viloyat chempionati edi. Buxorolik qiz bilan, shaharlik qiz bilan tushganman. 10 ochko hisobida o'ltashab yutganman. Jahon chempionati haqida gapiradigan bo'lsak, 2024-yil Buxoro shahrida bo'lib o'tgan jahon chempionati juda esda qolarli bo'ldi, chunki u o'zimizni yurtimizda Buxoro shahrida bo'lib o'tdi. Unda meni yaqinlarim, oilam tribunada turib menga muxlislik qilib turishdi, meni qo'llab turishdi. Juda ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. Hayajon ozgina bo'lsa ham bo'ladi. Sportdan emas, o'rdagi atmosfera odamga hayajon beradi. Bizning Shofirkon tuman sport maktabi shug'ullanuvchisi Sevara Sadullayeva bir qator viloyat chempionatlarida chempion bo'lib, O'zbekiston chempionat kuboklari hamda Osiyo chempionati va kuboklari
jahon chempionati va kuboklarida faxrli o'rinlarni egallab, tumanimiz, viloyatimiz, yurtimizni sha'nini himoya qilib, bayrog'imizni ko'klarga ko'tarib kelmoqda. Biz Shofirkon tuman sport maktabi xodimlari hamda shofirkonlik yoshlarimiz va Shofirkon tuman ahli butun o'zbekistonliklar doimo Sevarani qo'llab-quvvatlab, keyingi ishlarga va keyingi musobaqalarga zafarlar tilab qolamiz. Men Buxoro farzandiman. Buxoroda tarixiy obidalar, tarixiy maskanlar juda ko'p. Tarixiy shaharlardan bittasi hisoblanadi. Buxoroda Labu Hovuz, Ark, shunaqa ziyoratgohlar bor. Labu Hovuz o'zida juda chiroyli bo'ladi. Sizlar bilan Arkni ziyorat qilamiz. Men Buxoro farzandiman. Men Sevara Sadullayeva. Maqsadlarim, men rekord o'rnatishni xohlayman. Eng ko'p
5 karra jahon chempioni bo'lgan rossiyalik sportchi bor. Undan o'zishni xohlayman. 5 karra emas, 7 karra. Kattalar o'rtasida Osiyo chempioni, jahon chempioni yana va yana ko'proq bo'lishni xohlayman. Oldimda turadigan, Turkiyada bo'lib o'tadigan jahon chempionati bor. O'shanda qatnashib chempion bo'lish, Xudo xohlasa. Men ham sportchiman, ham Milliy gvardiya xodimasiman. Buni yoshligimdan orzu qilganman, vatanimga xizmat qilishni. Shu niyatimga yetdim. Mening hayotda o'z talablarim bor. Vatanimni himoya qilish, vatanimga munosib xizmat qilish, hech kimni ranjitmaslik, ortga chekinmaslik. Bu men uchun ham sharaf, ham g'ururli. Mening eng yuqori tanlovim bu qo'l jangi hisoblanadi.